Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega do'stimizga yordam berish yaxshi? Chunki yordam do'stlikni mustahkamlaydi. Nega o'yinchoqlarni boshqalarga ulashish kerak? Chunki mehr bo'lishganda ko'payadi. Qani, kim aytadi? Nega kattalar ishiga aralashmaslik kerak? Chunki ular bizdan ko'p narsani biladi. Nega dars vaqtida jim bo'lish kerak? Chunki boshqalar ham o'rganishi kerak. Qani bolajonlar, nega yangi do'stlar o'rtirish yaxshi? Chunki do'stlar hayotimizni yanada chiroyli qiladi. Nega qiyinchilikdan qochmaslik kerak? Chunki u bizni kuchli qiladi. Qani, kim aytadi? Nega qo'pollikdan saqlanish kerak? Chunki qo'pollik yuraklarni sovutadi. Nega o'qituvchini tinglash muhim? Chunki bilim o'qituvchidan keladi. Qani bolajonlar, nega uy hayvonlariga g'amxo'rlik qilish kerak? Chunki ular ham jonli mavjudot. Nega boshqalarning fikrini tinglash yaxshi? Chunki har bir insonning fikri qimmatli. Qani bolajonlar, nega o'qishni tashlab qo'ymaslik kerak? Chunki bilim kelajakni yoritadi. Nega o'yin maydonida tartibga rioya qilish kerak? Chunki hammaga qulay bo'ladi. Qani, kim aytadi? Nega sabr qilish muhim? Chunki sabr bilan hamma narsaga erishish mumkin. Nega yaxshi so'z ishlatish kerak? Chunki yaxshi so'z ko'ngilni ochadi. Qani bolajonlar, nega xonani shamollatish kerak? Chunki toza havo sog'lig'imizga foydali. Nega qoidalarga amal qilish kerak? Chunki qoidalar bizni himoya qiladi. Qani, kim aytadi? Nega ko'p televizor ko'rmaslik kerak? Chunki ko'zimiz charchaydi. Nega tabiatda shovqin qilmaslik kerak? Chunki hayvonlar va qushlar bezovta bo'ladi. Qani bolajonlar, nega nonni qadrlash kerak? Chunki non mehnat mevasi. Nega kichiklarimizga yaxshi o'rnak bo'lishimiz kerak? Chunki ular bizdan o'rganadi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.